Bugun man sizlarni yangi kelgan apparatimiz bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Buning oti Ishoukan, расческа для волос, soch tarashga juda ham yaxshi. Sochni to'kilishini 5 kunda to'xtatadi. Doimiy ishlatsak sochlarni o'stiradi, gustые волосы, quyuq, qalin bo'ladi, blesk o'zida yaltiraydi sochlar. Ayniqsa hozir qizlarimizga soch to'kilish juda ham muammo bo'lib turib, qanaqa o'stirishini bilmaydi. Shuni yordam beradi. Bundan tashqari miya qon aylanishini yaxshilaydi. Skoriy pomosh kelguncha uyda birinchi pomoshchi o'zimiz yordam berishimiz mumkin. 15 minutda davleniyasini tushirib beradi. Chunki miyadagi hamma tochkalarni o'shalarni aktivatsiya qiladi og'riqni, bosh og'riqlarni bosadi. O'zini tochkalari bor, meridianlari bor. Shunda mantigi puls o'lchaydigan joyga приложить qilsak, 2 minutdan bu qo'limizga keyin mana bitta tochkalarimiz bor. Ana shunaqa joylarga qo'ysak, momentalno bosh og'riqlar bosiladi. Hozirgi bo'layotgan magnitniy burya juda ham ob-havo issiq, 70 gradusga ham chiqyapti-ku. Demak, ana shunda himoya qiladi har bitta oilaga. Bu juda ham kerak zarur narsalardan bittasi. Ochib ko'rsatasizmi? Ochaman. O'zingiz tanishtiring. Mamir Ahmedova Jamila, 8 yulduz, o'zim provizor farmakologman. Заведующий apteka bo'lib 30 yil ishlaganman. Dorilardan juda ham o'zim charchaganman. Mana qarang, очень mana bu hammasi brend, bu Siemens kompaniyani bu instruksiyasi, qo'llanishi, sertifikatlari. Bunda mana вот он запечатан. Biz hozir mana yangi olgan mani klientim oldilar. Shuni hozir ochib sizlarga yana ko'rsatib beraman. Вот здесь вот. Buni просто yirtish kerak. Или закрылось. Mana вот все. Очень так, juda ham это вот удобный прибор, juda ham qulay. Qo'lingizga ham unda ushlaysiz. Так, вот расческа deganimizda mana bunaqa hozir bu yerda lazerное излучение bo'ladi, свет yonadi, qizil yonadi. И сейчас мы покажем. Вот mana ikkitasi bitta настройкалari, mana bu включатель. Yoqamiz, lekin buni yana kosmetologический ayollar ishlatsa juda bo'ladi. Zaryadkasi bormikan? Yengida hali zaryadkasi yo'q. Так, chunki mana bu yonishi kerak. Ну-ка. Yo'q. Это надо зарядить. Bu ichida mana bunda qilganimiz. USB-si bor, USB bilan telefon zaryadka. Telefon zaryadka USB-si bor. Galaxy-niki tushaveradi bunga. Mana o'zim telefonim Galaxy. O'zida aytavering. Demak, mana bu именно qo'lingizga olganingizdan keyin bu qizil mana уже yondi. Всё, значит, есть зарядка. Qarang, buni sochimizga движение какие мы делаем. Mana bu birinchi tochkamiz boshimizdan bundoq qilib oxirigacha, bo'ynimizgacha вот таких 20 marta 10 dan qilamiz. Chochingizga tegishi bilan mana qarang yonadi. Na тело, kosынkaga bo'lmaydi. Keyin bokovoy. Bu yoqdan mana bundoq qilib soch chiqarib, bo'ynimizga tushiramiz. Bundan ham 20 marta. Uchinchi nimamizda harakatimizda mana bu bokovoydan bunisidan yana shey bo'ynimizga to'rtinchisi quloqni atrofidan bundoq qilib za uxa. Mana shu quloqimizdan atrof tochkasi hammasi eng ko'p tochkalar quloq bo'ladi. Lekin vokруг uxa вот так вот mana bundoq qilib olib kelamiz. Beshinchisi вот это правое левое ухо, ikkita quloqimizdan. Endi bundan tashqari yana мы можем делать на лицо, yuzimizga. Mana bunaqa qilib прикладывать, да? И это тоже bu narsa yuzimizni turgor, то есть mana bu V-образный tortadi, образует выработку коллагена. И yoshlar в нашем возрасте, вот я его использую, мне очень помогает, мне это хорошо. Mana bunday qilib yuzingizga ham ishlatishingiz mumkin. Bosh og'riqlarni bosadi. И очень комфортно, удобно. Mana qilib mana bu точкамizdan boya aytayotgan, mana bunday qilsak, вот здесь вот bizning pulsimiz bor. Вот здесь этот меридиан по усим. Mana bunday qilib ushlab, mana qarang, qo'lingizni обязательно ладошкой yeb turish kerak, shunda yonadi. То же самое bu qo'limizga ham shunday qo'yamiz. У меня здесь часы сейчас. И это две точки давленияni tushiradi, normalizovat qiladigan meridianlarimizdan ko'rsatyapman. Keyin mana bu локтевая точка, mana bu bolезненный точкamiz bor, oriydi shu. Shotga mana bu
Hozir endi, ну вот meshayat material yonmayapti. Ana тело qilsak, bu yonaveradi. Значит, bu yerga 2 minuты, 2 minuты, и сюда вот 2 minuты. И shuni o'zida сколько, mana 6 minut ichida siz давлениеңiz normalizatsiya qiladi. Это очень удобно.